Javosh, assalomu alaykum. Keling, xush kelibsiz. Yangi kvartiramiz 90 metr kvadratdan iborat bo'lgan yangi loyihamizga xush kelibsiz, Javosh. Bu o'zi uyga, bu xonadonga kelishimizdan maqsad asosiy bu uyni sotmoqchi edilar. Bir ko'ring, bir maslahat bering deb. Taqdir taqozosi bilan remont podключini o'z zimmamizga olgan ekanmiz. Xudo nasib qilgan ekan. Mana shu podключni oldik va chiroyli qilib topshirdik. Hozir obzorini qilib o'taman va narxini ham oxirida aytib o'tamiz. Xo'sh, bu yoqda qilgan ishlarimizdan biri polni demontaj bo'ldi. Polni o'zgardi. Hozir doposlisini ham qo'yib borasiz. O'sha tomoshabinlarga qiziq bu narsa ham. Va bu yoqda kuxonniy garnitur joylashgan edi. Ovqatlanib yeb ovqatlanadigan joy umuman pozolat qilmas edi, yo'q edi to'g'risi. Va bu yoqdan biz olib tashlashga qaror qildik va bu yoqda kuxnyamizni balkonga chiqartirib, bu yoqda o'tirib ovqatlanadigan zona, o'tirib ovqatlanadigan, choy ichadigan joy tashkil qilib berganmiz. Va ko'rishlaringiz mumkin, mana bu yerda prixoshka zonasi o'ziga qarab odam chiqib ketadigan joy qilib taxlab berganmiz. Va mana bunga e'tibor berishlaringiz mumkin. Prixoshka zonasi va tagini poldan teparoqqa qilib loyihalashtirib berdik va mebelchilarga zakaz qilib, chiroyli qilib taxlattirdik. Buni afzalliklari nimada? Oyoq kiyimizni yechgandan keyin akkuratni pastiga yetalasangiz, o'zi chiroyli bo'lib to'xtaydi. Ular shevaga boradi, e'tibor bermaysizlar. Va bu yoqda mana e'tibor bersalaringiz chiroyligina dekor qilib taxlab berdik. Va birinchi xona bu bo'ladi bizda sanuzol. Xo'p, sanuzolni ko'p o'yladik, nima qilamiz, qanaqa stilda loyihalashtiramiz deb, oxirida mana shunaqa stilga to'xtaldik, keldik. Под дерево qilib taxlab berdik. Polini ham 3 xil kafilda foydalanganmiz va bu yoqda shkaflari bilan loyihalashtirib berdik. Stiralka ozgincha muammoni keltirib chiqdi. Buni ham sig'dirdik razmerlariga taxlattirib. Fortishkasi katta edi, buni ham chiroyli qilib kichraytirdik. To'pli pol qilib berdik. Asosiy narsalardan biri, qulayliklardan biri. Va bu yoqda ikkinchi xonamiz, bu hamma ayolga birdek yoqadigan spalni loyihalashtirib berganmiz. Spalni juda ham kichkina edi. Uyning egalari menga spalni qilib bering, ichida koshka edi, garderobi bilan bo'lsa deganlari uchun mana bu yoqdan eshik yo'q edi, даже proxod yo'q edi. Bu uyimizga kirish xodi narigi tomondan bo'lgani uchun biz ham narigi tomondan mana shu yoqdan eshik turgandi. Eshikni yopib, mana bu yoqdan spalnini ichidan garderobga xod qilib taxlab berdik. Spalniga e'tibor beradigan bo'lsak, do'q spalnimiz 180 dan kattani loyihalashtirib bilmadik. Asosan o'z uchastkalarni olganimiz uchun 2 metr 220 qilib taxlaymiz, katta. Lekin bu yoqda joyimiz pozolat qilmadi. Xo'sh, podkrovatnikni ham bitta qilib zakaz berdik. Biralarni ham bittalik zakaz berganmiz. Va mana pod TVni ko'rishlaringiz mumkin. Tagi podsvetkalik va bu yoqda ham chiroyli qilib dekorlardan foydalanib berdik. Arzon bo'lsin, zo'r bo'lsin deganlar uchun juda ham chiroyli tanlov, Javosh. Yana bir narsa qilganlarimizdan biri, bu yoqda hamma ayollar birdek sevadigan garderobini taxlab berdik. Xo'p, garderobga xush kelibsiz. Va bu yoqda hamma ayollar birdek yoqtiradigan garderob. Mana bu yoqda ustki kiyimlar stiklanni qilib taxlab berdik, chiroyli qilib. Ustlarida e'tibor bering, hamma narsani detalni o'ylab chiqilgan, podsvetkalari bilan qilib berilgan va bu yoqda obuv qo'yadigan, sumka qo'yadigan polkalari taxlab berilgan. Uy egalarini o'zlarini ham narsalari juda ham ko'p ekan, shu maqsadda garderob xohladilar va bu yoqda nimalari garderobni, polni shkaflari. Ayollarimizni eng yoqtiradigan zonalaridan biri, atrupa qiladigan o'zlari uchun shunaqa ajoyib yechimlar bilan qilib berganmiz. Va keyingi xonalarni ham ko'rsatib o'taman. U tomonda, narigi tomonda. Xo'p, bu yoqdan chiqqandan keyin chap qo'lda eng chiroyli chiqqan joylardan zal.
Как o'ziz baho bering. Shu joyda obuna bo'lib qo'yinglar, like bosib podдержка qilasizlar. YouTube'da birinchi marta chiqyapmiz. YouTube'dagi birinchi qadamlarimiz, ilk qadamlarimiz. Obuna bo'lib, like bosib podдержкада bo'lib turing. Bu bizda zal. Zalimiz shunaqa stilda qilingan, minimalizm qilib taxladik. Va bu yoqda loft eshigi yo'q edi. Bundan oldingi rasmlarini, videolarini qo'ysalaringiz ham o'zlaringiz ko'rib baho berishlaringiz mumkin. Balkon qismi ikki bo'lakka ajratilgan edi. Yarmi zal uchun, yarmi prixoshka uchun ajratilgandi. Kuxnyamizni o'zi ham prixoshkada turganda, esingizda bo'lsa, o'zingiz ham ko'rgandingiz. Va bu yoqda zalni biz oldik, loft eshik bilan yopib taxlab va balkon qismiga kuxnyamizni chiqartirdik. Va ko'rishingiz mumkin, loft eshik juda ham neobычный chiqdi. Chotga taxlab berganmiz. Va bu yoqda pattivi bilan taxlab, taglarini kamindan zakaz berib, Toshkentdan. Mana shuni ham aytib o'tay. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilasizlar. Bu Toshkentdan primoy birinchi xil под zakaz zavodning o'zida taxlattirib olaman. Shu maqsadda ham siz bergan remont, siz qiladigan remont bilan men qiladigan remontning narxi bir xil chiqadi. Farqi biza narxlarni arzon topamiz, joylarimiz bor, o'zimizning komandamiz bor. Ishlarimiz ham tez, ham sifatli, ham arzon chiqarib berishga harakat qilamiz. Azizlar, va mana shunaqa uy egalari gul dekorlarini keltirib berdilar. Kartinkalari mana chiroyli qilib taxlab berdik. Bu o'zimizning zavoddan o'zimizning xotinimiz taxlab berdilar chiroyli qilib. Va bu yoqda dalshi ketamiz. Va bu yoqda kuxnya. Kuxnyaga baho bering. Kuxnyani biz MDF krashinidan foydalanib berdik. Полностью MDF bo'ldi. O'zi bu kuxnyamiz balkon. Balkonni biz shunaqa chiqardik. E'tibor bering, bu yoqda deraza bor. Bu yoqda yo'q. Lekin aslida tashqaridan qaraganda deraza bor. Biz plyonkani yopishtirdik, ikki tomondan ijod qilib taxlab berdik va gaz plita, vытяжка ham skrytый, sizga ko'rinmasligi mumkin, ko'rsatib o'ting. Va bu yoqda mikrovolnovka, duxovkalari bilan qilib berdik Xayr brendidan. Xo'p, bu yoqda kladovkani mana shunaqa tarzda yashirib ketdik. Ayollarimizga, o'zbek oilalariga mana shunaqa kladovka baribir kerak. Ashxal deyman-ku, mana shunaqa joyda ajoyish. Qarang, shvabrasi bor, boshqasi bor, shunaqa joylari bilan kerak baribir. Va bu yoqda mana shunaqa polochkadan taxlab berganmiz. Interesni chiqdi polochkalari va e'tibor bering, hamma bitovoy texnikalar qora rangda qilib berdik. Bu xolodilnik ustiga yana shkaflari bilan bor. Jaluzini ham zo'rini tanlaganmiz. Qarang, jaluzini qanaqa chiroyli, stilni, estetichni bo'ldi. Havo almashtirish kerak bo'lsa, chiroyli qilib ko'chaga halol xalisa kelgan. Sizlarga ham kelganmi? Xo'p. Yana bitta plyus tomonlaridan biri, pastda yuvadigan odam, ayollaringiz bemalol pastdan yuvib, manzaraga chiroyli qilib tomosha qilib ishlashlari, zerikmay ishlashlari mumkin. Xo'p, va bu yoqni kafildan foydalandik. Tagini teplый pol qilsalaringiz bundan ham yaxshi bo'ladi. Misol kuxnya uchun eng maqbul yechimlardan biri bu kafil. Laminat qilishni maslahat bermayman. Dalshi yana buni ketaylik. Bu tomondan kuxnyalarni ko'rsatib o'taman poxodu. Va javush kuxnyaning ichidan o'tirib ovqatlanadigan joyimizga ham yetib keldik. Xo'p, bu zonani spetsialni shunaqa qilib berdik. Bu yoqda kuxnyani olib chiqib tomonga, balkonga loyihalashtirgandan keyin bu yoqda anchagina katta ovqatlanib o'tiradigan joy hosil bo'ldi bizga, lekin uyimizda bunaqa joy o'zi yo'q edi. O'tirib ovqatlanadigan va dekorlarni ham shunga moslashtirib taxlab olib kelganmiz. Gilamlarga e'tibor bering. Gilam sak gilamlaridan olganmiz. Buxorodagi eng katta gilam do'konlaridan biri. Qaytib qarasam, o'zimni yaxshi ko'rib ketaman ishimni. Va bu yoqda ham dekorlarni e'tibor beringlar, uyga cho'tki qilib moslashtirib olganmiz. Va bu yoqda ham sak gilamlarini mahsulotlari
Va keyingi xonamiz kichkintoy bolajonlarimizni spalnalari. Qani ketdik. Xo'p, bu kirmasidan oldin bitta narsani tushuntirib o'tay. Bu yoqda eshik o'zi yo'q edi aslida. Oldin tomonda kichkinagina kladovkaga o'xshagan eshik bor edi. Ko'rsatib o'ting. Mana shu shkafga bormasdan mana shu joydan eshik bor edi va bu tomonga eshik bor edi va boya ko'rsatib o'tganim garderob qismiga o'tiladigan xod bor edi bu yoqda. Buni yopdik. Bu yoqni полностью ochdik eshigini va peshkadan oldindan shkaf qilib taxlab berdik. Bu aynan bolajonimizni o'zlari uchun. Va mana bu yoqdan yana bitta eshik bor edi. Bu eshikni olishga qaror qildik. Nimaga kerak buncha eshik? Bu yoqni ochasiz, bu yoqdan kirasiz, bu yoqdan chiqasiz. Va bu yoqda shunaqa ikkalasi uchun bitta eshik chiroyli qilib taxlab berdik va bu yoqda detski. Bolajonimiz bitta o'g'il bolamiz bor. Xo'sh. Bitta o'g'illari borlar. Cho'tga chiqqan, sariq rang bilan zo'r moslashtirib qilib berganmiz. Bu yoqlari ko'k, bu yog'i oq va bolajonlar uchun eng keraklisi bu bilim. Bilim olinglar, bilim kerak. Mana shunaqa hayvonot olami bilan bog'lab fotoboydan taxlab berganmiz. Bu ham yaxshi variant. O'zlaringiz uchun ham foydalansalaringiz bo'ladi. Skrinshot qilib oling. Aka like bosmagan bo'lsangiz, like ni bosing. Mana bu stulchani 10 kun qidirdik, lekin 10 kun. Nima uchun sariq? Mana bu sariq bilan mos bo'lsin deb endi qildikda, bizning ishimiz shunaqa. Har bir detalni o'ylab moslashtirib qilamiz. Включать rozetkalarga e'tibor beringlar. Estetichni chiqqan hamma narsa, har bir narsa o'ylangan. Xo'sh, va e'tibor bering, zalga lyustrani o'zi yo'q. O'sha lyustraga ketadigan pulni mana bu treklarga, relsga ahamiyat bering. Mana shularga tiqdik. Lekin shunaqa wow effektni berdi. O'zlaringiz baho beringlar. Bu uyga odam o'tirgan sari o'tirgisi keladi, dam oladi. Ranglarni uyg'unligi, ranglarni mosligi bir-biriga shunaqa odamni estetichni dam oladi odam. Kartinkalar, divanlar va mana shunaqa yashil azelenli bilan zo'r chiqqan. O'zlaringiz baho berishlaringiz mumkin kommentariyada. Shu bizani qilgan ishimiz, bizani ozgina bo'lsa ham qilgan mehnatimizni o'zlaringiz baholaysizlar degan umiddaman. Bizani profilimizga obuna bo'lib qo'ying, like va podpiska esdan chiqmasin, обязательно. Bu YouTube tarmog'ida birinchi qadamimiz. Mana qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Kelgusi sonlarda har bitta kvartiramizni mana shunaqa detalni obzor qilishga va'da beraman. Siz bilan Subhanov jamoasi va Subhanov Jahongir bo'ldi. Sog' salomat bo'ling.